AQSh dollari 13 so'm 71 tiyinga oshdi. 1 AQSh dollari 12.279 so'm 48 tiyin bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 1.227.948 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollari 2.0% ga oshdi. Birinchi raqamli valyuta kurslari kanaliga xush kelibsiz. Bugun 6 fevral 2026-yil sanasida O'zbek so'mining Markaziy bankdagi valyuta kurslari hamda banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollarining banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. AQSh dollari sotib olish yana maydalash bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollari sotish bo'yicha banklar reytingi. Yevro 16 so'm 20 tiyinga oshdi. 1 yevro 14.508 so'm 21 tiyin bo'ldi. Endi 100 yevro 1.450.821 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda yevro 3.2% ga oshdi. Yevroning banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Yevro sotib olish yana maydalash bo'yicha banklar reytingi. Yevro sotish bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli 18 tiyinga oshdi. 1 Rossiya rubli 159 so'm 25 tiyin bo'ldi. Endi 1000 Rossiya rubli 159.250 so'm bo'ldi. Oxirgi oyda Rossiya rubli 6.7% ga oshdi. Rossiya rublining banklardagi olish-sotish kurslari bilan tanishib chiqamiz. Rossiya rubli sotib olish yana maydalash bo'yicha banklar reytingi. Rossiya rubli sotish bo'yicha banklar reytingi. AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi. Oq kopeykaga tushdi. 1 AQSh dollari 77 Rossiya rubli 11 kopeyka bo'ldi. Endi 100 AQSh dollari 7710 Rossiya rubli 82 kopeyka bo'ldi. Oxirgi oyda AQSh dollarining Rossiya rubliga nisbatan kursi 4.3% ga tushdi. Ertaga yangi kurslar bilan uchrashguncha like bosib obuna bo'lishni unutmang. Qo'ng'iroqchani bossangiz video chiqishi bilan sizga xabar beraman. Kuningiz xayrli bo'lsin.